Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 11-iyun 25-yil. Seriya satinimizdan 60 lik 16 ta yostiqlarimiz tayyor bo'ldi. Lablubacha, bezakcha, zamoglik. Bularni hamma tikilishlari overlockga yopilgan. Buni ichki qoplari mana hamma tikilishlari overlockga yopilgan. Bunga paxta solinib bu zamoglikka kiyitiladi. Paxtasini klientimizni o'zlari solib oladilar. Mana tikilishlarini hammasini ko'rishlaringiz mumkin. Hamma tikilishlari overlockga yopilgan mana. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, har xil rang, har xil nusxalardan tikib tayyor qilib beraman. Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 10-iyun 25-yil. 16 ta 60 yostiqchalarimiz mana zamoklik, lablubachalik, bezakka tayyor bo'ldi. Sizlarga tikilishini ko'rsatib o'taman. Bu rosta holati, mana orqa tarafi bilan. Hammasi mana zamoglari. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana zamoglarni ham sifatlisidan qo'yilgan. Bularni ichiga alohida qoplarni ham tikib beraman. O'zlari paxtalab oladilar, paxtalari bor. Ana bu esa chappa holati. Har bitta bo'limi mana alohida overlock qilingan, labluba qilingan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana zamok qurilgan joylari. Mana bu rosta holati. Mana ko'rib o'zlaringiz baho beringlar tikilishlariga. Buni ichki qoplari bilan birga komplekt qilib tayyorlab beryapman. Bezakdan chiqqan holatlarini ham rasmlarini sizlarga tashlayman. Ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar.